Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Tövəndəlikdə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə Şərq Türkistandakı dini etiqad fəaliyyətlərinin milyonlagan Uyğurni lager qamaşqa bahana bulub atqanlığı kengri bilinib atqanda, Xitay hökuməti yeni bir türküm dini zatlarını aldığı çıxırıb, Uyğurlar dini etiqaddan to'liq bəhrman bulub atıdı deganini ta'kidladi. Xitay xabarlar to'rining 11 yanvardagi xabarda aytilishicha, shu kuni Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Indoneziya muxbirlari Sharq Turkistondagi diniy bostirish harakatlari haqida savol so'ragan. Uyg'ur diniy zotlaridan Urumchidagi No'g'ay masjidining imomi Muhtaram Sherif bu savollarga javob berib, hozir Shinjongda diniy e'tiqod fuqarolarning o'z erkinligi bo'yicha davom qilyotidi. Bu vaqtda hech qanday cheklama yo'q degan. Shundaqla atalmish Shinjong Islom institutining har qaysi joylardagi 8 tarmoq maktabida 3000 diniy zotning ta'lim olayotganligini, 2020 yilning o'zida 1280 kishining o'qish bitirib guvohnoma olganligini aytgan. Muxbirlarning yana Uyg'ur diniy zotlarning chet elga chiqish imkoniyati haqida so'raganda, Muhtaram Sherif bu vaqtda ahvol tunishtirib, islom dini sohasidagi o'quvchilarning belgilama bo'yicha chet elga chiqishi yoki chet ellik diniy zotlarning Urumchiga kelib diniy faoliyatlarda bo'lishiga hech qanday to'sqinlik yo'qligini bildirgan. Ammo muhojiratlik analistlar bu holni keskin tanqidlab, farzandlarga diniy ism qo'ygan kishilarni lager qamagan Xitoy hukumatining amdilikda diniy e'tiqod erkinligi haqida gap setishi misli ko'rilmagan nomussizlik. Ular diniy zotlarni mushxildik yolg'onni aytishga majburlab dunyoni aldamoqchi. Amaliyat bo'lsa ular faqat o'zlarini aldayotidi. Yana ba'zilar bo'lsa haqni so'zlashdan yonmagan diniy zotlarning minglab qamoqqa mahkum bo'lganligini eskartish orqali hamma diniy zotlarning o'z aqidasiga sodiq bo'lolmasligi hozirgi reallikning bir qismi ekanligini ta'kidlagan. Xitoy gulagidan hayot qolgan Gulbahor Xotivojining guvohlik nomli Shohid Gulbahor xonimning lagerdagi qismatlar asos qilingan kitob Fransiyada fransuz tilida nashrdan chiqib, 13 yanvar, ya'ni bugun rasmiy tarqatilishga boshladi. Xitoy gulagidan hayot qolgan Gulbahor Xotivojining guvohlik nomli kitob Xitoyning Qarmayda qurgan lagerida 2 yilcha qamalib, 2019-yili yozda qo'yib berilgan va 8-ayning 21-kuni Fransiyaga kelib, 2 qizi va eri bilan jam bo'lgan Gulbahor xonimning hayotiga oid bo'lib, o Xitoyning o'lim lagerlaridan salomat qutulib chiqalgan sanoqli lager shohidlarining biri. Gulbahor xonim hozir qadar texi rasmiy holda matbuot va taratqularning ziyoratini qabul qilib baxmagan bo'lsa-mu, ammo tutqun qilinganligi uning Fransiyada turayotgan qizi orqali Fransiya va boshqa dunyoviy taratqularda xabar qilingan. 2006-yildan boshlab oilasi bilan Fransiyada yashayotgan Gulxumar Xotivoji ayni chaqda opasining 2017-yili yanvar oyida tutqun qilinganligini Fransiyadagi Fransiya 24, Express, Le Monde, RT televiziyasi qatorliq asosli axborot vositalari va televiziya kanallarining ziyoratini qabul qilib, ravon fransuz tilida Uyg'urlar uchrayotgan masalani o'z onasi uchirgan zulmlarni misol qilib turib anglatgan. Hamda Fransiyadagi oilasining Fransiyaning Xitoyda turishlik elchixonasi va Fransiya tashqi ishlar ministrligidan Xitoyga besim ishiltib, Gulbahor xonimning darhol qo'yib berilishiga yordam qilishini talab qilgan. Gulbahor xonimning qizi Gulxumar 11 yanvar kuni o'zining Facebook betida opasining lager hayotini kitob qilib yozib chiqqanligidan to'liq faxrlanganligini hayajon ichida jakarlash bilan bu xabar chaqmoq tezligida muhojiratlik Uyg'urlar orasida tarqaldi va ularni hayajonga soldi. Chunki bu Uyg'ur lager shohidi tomonidan yozilgan tunji kitob hisoblandi. Buning oldida garchi Mehrigul Tursun, Gulbahor Jelilova qatorliqlarning guvohliklari karton romani va boshqa hikoya shaklida e'lon qilingan bo'lsa-mu, faqat lager o'qituvchisi qozoq shohid Sayragul Savutbayning guvohligi rasmiy kitob bo'lib nashrdan chiqqan birdan-bir kitob edi. Gulxumar opasi lager shohidi Gulbahor Xotivoji xonimning lagerdan qutulib Fransiyaga kelgandan keyin jismoniy va ruhiy jihatdan bir mahal asli kelish bosqichini beshidan kechirganligi. Hozir qadar matbuotlar rasmiy guvohlik bermagan bo'lsa-mu, uning yanada Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi, Xitoyning madaniyat va har jihatdan qirg'inchilikqa uchrayotganligi ustidan tekshirish berayotgan Fransiya hukumat tarmoqlari Yevropa va xalqarodagi kishilik huquq organlariga ismini oshkorlamaslik sharti bilan guvohlik berib kelganligini bildirgan. Qanday qilganda o'zining beshidan kechirganlarini texmi unumli anglatish mumkinchiligi haqida ko'p izlangan Gulbahor xonim oxiri sarguzashtlarini kitob qilib yozib chiqishni qaror qilgan. 2020-yilning 5-dan boshlab fransiyalik jurnalist Rozen Morgantning yordamida aslimalarni qalamga ilishga boshlab, yaqinda kashmishlari kitob bo'lib ro'yobga chiqqan. Umid ovoz agentligining 12-noyabr xabar qilishicha, chet el vakolatchilar tizimlash qonunida oshkorlangan yaqin sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, uzun yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi izchil Amerikaga qarshi uchur urush to'g'ri qurgan. Bo'libmi yaqin yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi necha 100 million Amerika dollari sarf qilib, uchur urush to'g'rini rivojlantirib, Amerikaga o'rlashtirgan va Amerikaning asosiy taratqulardan foydalanib ta'sirini kengaytgan.
Chet el vakolatchilarini tizimlash qonunida oshkorlangan chiqim hisoblash va siyosiy javob to'r betining sonliq ma'lumot xulosasiga asosan 2017-yildan 2019-yilgacha Xitoy Kommunistik partiya taratqullari Xitoy kundalik gazeti Amerikada 37 million 650 mingdan ortiq dollar sarf qilgan. Xitoy Markaz televiziya stansiya faqat 2020-yilda Amerikada 48 million 330 mingdan ortiq dollar sarf qilgan. Amerikadagi chet el vakolatchilari ichida Xitoy Kompartiyasining chiqimi 2-o'rinda bo'lib, hozirgacha 110 million Amerika dollardan ko'proq sarf qilinganligini. Xitoy Kommunistik partiyasining Markaz tashviqot bo'limi va davlat ishlari mahkamasi uchur ishxonasining qaramog'idagi Xitoy kundalik gazetining ingliz nusxasi hozir Amerikaning nurg'un asosli shaharlarida va Washington pochtasi, Nyu-York vaqt gazeti, Wall ko'chasi gazeti va Los Angeles vaqt gazeti qatorliq asosiy nopostliq axborot vositalarida e'lon qilinganligini. Xitoy kundalik gazeti Xitoy Kompartiyasi tasdiqlagan maqolalarni qo'yish orqali har qaysi davlatlarning muhim organlariga singib kirib, Amerikaning siyosiy va jamoat fikriga ta'sir ko'rsatganligi. Markaziy televiziya stansiyasining 2020-yil 3-oydan 9-oygacha bo'lgan 6 oydagi umumiy chiqimi 22 million 800 ming Amerika dollarga, yaqinqi bir yildagi chiqimi 48 million 330 ming Amerika dollarga yetganligi oshkorlangan. Xitoy Kommunistik partiyasining singib kirish sababidan Washington pochtasi, Nyu-York vaqt gazeti, pul muomala vaqt gazeti, Los Angeles vaqt gazeti, Bloomberg qatorliq asosli iqlimdagi taratqular yo'qim va Amerika cho'ng saylam to'g'risida doklad berishda hayron qolarliq birdek ovoz chiqarib, Trump hukumatining Xitoy kommunizmiga qarshi siyosatini tanqid qilgan va Xitoy Kompartiyasini maqtagan. Amerika davlat ishlari kotibi Pompeo Amerikaning asosiy taratqullarining manfaati sababidan Xitoy Kompartiyasiga tizib ekanligini tanqid qilib, Amerika taratqullarining o'z maydonini yo'qotib, Xitoy Kommunistik partiyasining qonunsiz faoliyatlarini nihoyat az doklad qilib qolmay, hatto Xitoyni maqtab tashviq qilishiga yordam berdi degan. Türkiye'nin kütüphanecilik an'anasi 900 yillik tarixga ega bo'lib, tunji kütüphanelar Anadolu'nun tunji baglikleri ve Seljuqiylar davrida qurilgan. Osmanlı davrida gullangan. Osmanlı imperiyasining dastlabki mezgillardagi kütüphanelar masjid, gumbaz, madris, shifoxona va saroy qatorliq o'rinlarning ichida bo'lib, keyincha kütüphanelar ayrim organ sifatida o'tirg'i chiqishga boshlagan. 1884-yil xizmatga kirishtirilgan Beyazıt davlat kütüphanesi Türkiye'nin tunji rasmiy kütüphanesi hisoblandi. Kütüphane dastlab qurilganda kitob ishkoplarida faqat Osmanlı imperiyasining mashhur tarixchisi Mustafa Naimaning Naima tarixi nomli asari qo'yilgan. Vaqtning o'tishiga ergishib darvishlar turalg'ularidan to'plangan asarlar, setib olingan kitoblar va kütüpxonaga iona qilingan hujjatlar bilan mo'l uchur xazinasiga aylangan. 1934-yili Atatürkning talabiga binoan chiqarilgan basma materiallarni to'plab ratlash qonun soyasida kütüpxonadagi materiallar ko'rinarli darajada mo'llashgan. Chunki Turkiyadagi har xil basma nashr buyumlarining bir nusxasini majburiy holda kütüpxonaga qo'yish shart qilingan. Bugungi kunda 1 milliondan ortiq material bilan tarixchilarga nisbatan kam bo'lsa bo'lmaydigan bekatga aylangan Beyazıt davlat kütüphanesi taraqqiy va mulozimat qilishni davomlashtirmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.